Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga hamd sana, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga durud salavatlar bo'lsin. Allah Teala'ga hamdlar bo'lsin kim bizni inson qilib yaratdi, odam qilib yaratdi, mo'min musulmon bo'lishlik bir fazlni bizlarga in'om etdi. Endi gohida insonga Alloh taolo ilhom berib qoladi. O'sha ilhomini shunday qog'ozga tushirib qo'ysa, o'sha she'r bo'lar ekan. Mana biz Chilonzor tumani Tinchlik masjidida ishlagan davrlarimizda juda adabiyotga qattiq berilgan edik. Ilmiy masalalarda juda ko'p tortishuvlar bo'lardi. Ayniqsa bir she'r yoki bir narsa yozsak, San'atullo degan yordamchimiz doim tanqid qilaverardiki, o'shani tanqidlari sababidan ham yanada odam o'zini ustida mukammal ishlashga harakat qilardi. Ana o'sha davrlar bir boshqacha davr ekan. O'sha davrlarda yozgan she'rlarimni sekin-sekin o'qib, mana shu muxlislarga yetkazib boryapman-ku, biz katta shoirlik da'vo qilmaymiz, ammo lekin qo'limizdan kelguncha yozganmiz va yozamiz. Alloh taolo bu xayrli ishlarimizga o'zi madadkor bo'lsin. Bir insonga ozgina bir manfaat yetkazsak, eng katta baxt deb bilamiz. Lutfingla bir dilni qul qila olsang, yaxshidir 100 qulni qilgandan ozod. Ya'ni bir insonni shirin so'zing bilan, o'zingni lutfing bilan qalbini rom qila bildingmi, savobi 100 ta qulni ozod qilgandek bo'ladi. Chunki eng yomon inson tili achchiq, tili zahar inson bo'ladi. Shuning uchun mana hozir bu she'rlarimiz bir qizga yoki bir boshqaga atalgan emas, balki shu Alloh taolaga bo'lgan zarracha muhabbatimizni izhor qilganmiz. Keldi bo'yi qaysi yurtning gulzoridan, keldi bo'yi qaysi yurtning gulzoridan, ko'ngil yonar sunbul sochining toridan, qanday bo'y u sarson sargardon qilmish, oshig'i urar vaslin ruxsoridan, oyu quyosh xira tortar husni nuridan, mashrab nola urar ishqi bozoridan, bo'yidan bo'y olibon mashqu zorlari, hatto mushki anbar bo'y urar mozoridan, qalbim zarracha shaklanma ozoridan, dilrabo qoldirmasin aslo nazaridan, g'aribi bo'lgaymikan husni bizga nasib, zora joy topilsa do'stlarin qatorida. Mana oxirgi jumlaga e'tibor qarasangiz, Alloh taoloning do'stlari, Payg'ambar alayhisolatu vassalamning yaqinlari, siddiqlar qatoridan bizga joy topilarmikan degan mana bir orzu bayon qilinmoqda. Yor ishqida, mana yana bittasi, yor bu Alloh taolo. Bu bir qiz yoki bir ayolga bo'lgan muhabbat emas. Sening ishqing qalblarimda bor, chekdim faryod vasling debon yor, qachon yetar nolalarim ayo yorim, sensiz menga dunyo erur tor, dardlarimga davo bo'lmas kor, dunyo bo'ldi majnunlarga dor, layli tilar ishq dardida nor, taomlari bo'ldi zahri mor, chekarman hajringda men xor, mayli o'lsam zulfing bo'lsa dor, g'aribi qalbim qotgan ko'zim toshdir, majnun kabi bo'zlolmasman zor.